Rentabelligi yuqori bo'lgan kichik bizneslardan biri bu oziq-ovqat biznesidir. Shu turga kiruvchi kichik biznes turlaridan biri bu pizza biznesi. Bu ishni tashkil qilish uchun katta mablag'lar shart emas. Ishga biroz mehr va harakatning o'zi yetarli bo'ladi. Bugun biz siz bilan ushbu biznesni qanday tashkil qilish va uskunalar narxlari haqida gaplashamiz. The Center. Hozirgi kunda pizza biznesi chet elda ancha mashhur va o'ziga xos ta'mga ega bo'lgan tez tayyorlanuvchi taomlardan biridir. Rossiya va amerikaliklarning ko'pchiligi oyiga bir marta bo'lsa ham pizza iste'mol qiladi va mashhurlik nuqtai nazaridan u boshqa fast foodlarga qaraganda hot-dog yoki burger bo'lsin o'rnini bosolmaydi. Butun mamlakatda har yili 200 dan ortiq pizza senterlari mavjud bo'lib, ularning aksariyati fransayzlarga tegishli. Ammo ba'zilari o'z ishini mini novvoyxonalar va yetkazib berish punktlari shaklida boshlagan. Bularning barchasi pizzeriya ochish g'oyasi juda foydali bo'lishi mumkinligidan dalolatdir. Lekin har qanday boshqa biznesda bo'lgani kabi uning nyuanslari va o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Yetarlicha tajriba va bilimga ega bo'lmagan ishchi kichik biznesni endi boshlagan tadbirkor boshida shunday xatolarga yo'l qo'yishi mumkinki, uzoq muddatda pizzeriyaga katta zarar yetkazishi mumkin. Bunaqa xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun kichik biznesni qanday tashkillashtirishni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Pizzeriya turini tanlang. Pizza senterni boshlanishiga kichik budkadan boshlashingiz mumkin. Sababi kichik bo'lsa-da ishni boshlab olishingiz qulay va ish katta xarajatlarsiz bitadi. Masalan, bunaqa budkalar o'rtacha 5 milliondan 15 million so'mgacha tayyorlatishingiz mumkin. Menyuda qanday turlar bo'lishini hal qilish muhim. Lekin esda tuting, ko'pchilik mijozlar miqdorni emas, balki sifatni afzal ko'radi. Boshlanishiga siz 4 ta katta va 4 ta kichik pizza turlarini taklif qilishingiz kerak bo'ladi. Asosan go'shtli, kolbasali, sosiskali va oddiy, hech narsasiz faqat pishloq va qo'shimcha ingrediyentlar bilan oddiy pizza turlarini taklif qiling. Narxlar. Hozirgi kunda O'zbekistonda pizzaning eng arzon narxi 25 ming so'mdan 80 ming so'mgacha. Qishloq joylarda o'rtacha narx 25-35 ming so'mni tashkil qiladi. Bu narxlarni barcha xarajatlardan kelib chiqib, shuningdek bozorni o'rganib qo'yishingiz mumkin. Logotip va nom. Biznes rivojlanishida pizzeriya logotipi va nomi katta ahamiyatga ega. Bularning barchasi shubhasiz pizzeriyaning muhim qismidir. Nom estetik jihatdan yoqimli, jozibali va esda qolarli bo'lishi kerak. Logotip haqida ham shunday deyish mumkin. Masalan, O'zbekistonda Bellissimo pizza, Pizza Stuzzico, Dodo pizza, Chopar pizza kabi mashhur nomlar mavjud. Siz ham qisqa va chiroyli, shuningdek esda qolarli nomni tanlashingizni maslahat beramiz. Tajriba. Albatta, agar bu kichik biznes bilan shug'ullanishingiz uchun tajribali bo'lganingiz yaxshi, lekin bu pizza tayyorlash qiyin degani emas. Chunki siz bu ishni mutaxassislaridan shogird tushib o'rganib olishingiz mumkin. Uskunalar. Pizza tayyorlash uchun asosiy uskunalar. Pizza uchun pech 2 qavatli $500. Pizza stoli $550. Pizza press $200. Xamir qorish uskunasi $550. Xolodilnik $400. Konditsioner $400. Taxtali podnos 22 sm dan 42 sm gacha. Bularning narxi $7 dan $11 gacha. Biz $7 4 ta, $11 4 ta olamiz. Jami hisobda $72. Boshqa narsalar. Oshxona anjomlari, kastrulka, kesish taxtalari, pichoqlar, pizza qutisi, terminal, stul jami $200. Umumiy hisobda bizda jami summa $2872, ya'ni so'mda deyarli 32 million so'mni tashkil qiladi. Eslatib o'tamiz, pizza tayyorlash uchun maxsus sirlar ishlatiladi. Masalan, siz mozzarella yoki melek sirlaridan foydalanishingiz mumkin. Kichik biznesni ishga tushirganingizdan keyin mahsulotlarni yetkazib berish uchun sizga mashina ham kerak bo'ladi. Yetkazib berishni siz bepul qiling. Juda ko'p mijozlar yetkazib berish bepul bo'lgan joyni qidirishadi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Hammaga rahmat.